Andijondagi Bobur nomli istirohat bog'idagi mana bu attraksion ag'darilib ketishi oqibatida undagi 2 nafar fuqaro tan jarohati oldi nomli sarlavha asosidagi xabar ijtimoiy tarmoqlarda keng tarqaldi. Ma'lum bo'lishicha, joriy yilning 26-aprel kuni Andijon viloyatining Andijon shahrida joylashgan Bobur bog'idagi attraksionlarning birida temir konstruksiya kutilmaganda sinib tushgan. Hodisa oqibatida esa bir necha fuqaro yengil tan jarohat oladi. Hozirda attraksion atrofi vaqtincha to'sib qo'yilgan. Ushbu mudhish voqea sodir bo'lgandan so'ng jabrlanuvchilar zudlik bilan shifoxonaga yetkazilgan. Shifokorning aytishicha, bizning muassasaga 5 ta murojaat bo'lgan. Holatlari yengil darajada, ikkitasini ambulatorniy tekshiruvlardan o'tkazib javob berganmiz. 3 ta bolachamiz bizga yotqizilgan. Hozirgi holati stabilniy, tekshiruvlardan o'tyapti. Bizda nazoratda. Bugun erta Xudo xolasa javob beramiz. Yaxshiyamki, hodisa oqibatida jiddiy jarohat olganlar yo'q. Biroq bu kabi holatlarning oldini olish uchun attraksionlarning texnik holatini doimiy nazorat qilish va o'z vaqtida ta'mirlash muhim hisoblanadi.